Hammaga salom, sizlar bilan shef-povar Akmal. Bugun jo'ja yordamida osh tayyorlaymiz. Bizga kerak bo'ladi jo'ja go'shtlari, guruch, piyoz, 2 xil sabzi va ziravorlar. Ishimizni boshladik. Eng yaxshi tanlov bu jo'jamizning boldir qismi va oyoqchalari. Go'shtlarimizni marinovka qilib olamiz Maggi va zira yordamida. Jo'jalarimizni endi yaxshilab massaj qilib olamiz. Yog'imiz qiziguncha qolgan mahsulotlarni to'g'rab olamiz. Yog'imiz qizidi, chiroyli qilib qovurib olamiz. Bismillah. Jo'jalarimiz tayyor bo'ldi. Ko'tarib olib, endi oshni rangini chiqarish uchun piyozni qovuramiz. Piyozimizni kerakli rang chiqarib oldik. Endi hamma mahsulotimizni birlashtirib, sabzimizni qovurishga jo'natamiz. Zirvegimizni kerakli darajada qovurib oldik. Endi suv solib, past olovda qaynatamiz. Zirvegimiz maromiga yetdi. Shiril tortib, endi guruchimizni solib, oshimizni damlaymiz. Oshimizni mana guruchlarni yetiltirib oldik. Endi bir joyga jamlab 20 minutga damlab qo'yamiz past olovda. Oshimiz tayyor bo'ldi. Hammaga yoqimli ishtaha.